Battar bu, ajab bo'pti. Yuringlar qizlar. Sen bitta o'g'il va opalaring ko'p bo'lishini o'ziga yarasha plyus va minus tomonlari bor. Oldin opalarimni tanishtirsam, bu katta opam. Uzr bunisi emas. Mana bunisi. Boksyor, Sodiq Tayson. Bu esa kenja opam sevimli mashg'uloti xo'ngillash, ya'ni ozgina yig'loqroq. Mana bu eng mazza joyi. Sardor, krim bo'lsa ber, yuvib beraman. Uka, ovqat qalay chiqibdi? Ma, uyga vazifalaringni qilib qo'ydim. Rahmat. Arzimiydi. Minus tomonlari esa Sardor, ayta bitta bola opangga gap otdi. Yur. yo'q-a? Kim ekan? Bitta o'zing 3 ta opangga qorovullik qilishing kerak. Yomon tepdi lekin. Yaxshi debdi. Eng zo'r tomoni, opalaring bir-birlarini kichkina bo'lib qolgan kiyimlarni kiyib katta bo'ladi. Deyarli yangi kiyim olishmaydi. Sen esa faqat yangi kiyinasan, chunki bitta o'g'ilsan. Lekin bitta o'g'il bo'lsang, Sardor, ha, qara kimdir chaqiryapti. o'zingiz qaroving. Erkak kishi ekanda. O'zingiz jinnisiz. O jinni. Ha? Nima qilyapsan bu yerda? Kim bilan gaplashyapsiz? O'g'il bolami? Hozir oyimga aytaman. To'xtang. Ey, yo'tirmasdan menga qarash bor. Ha? Hazilni ham tushunmaysan. O'zim ham eplirkanman bu ishni. Yostiq kerak emasmi mabodo? Hey, yana urishyapsizlarmi? O'zi bittagina ukalaring bo'lsa, sizlar kattasizlar, undan ko'ra opaga o'xshab bilgan narsalarni o'rgatmaysizlarmi? Bilgan narsamizni? Xo'p. Sekin, akkurat, chetlarga chiqazormasdan surasan. Tushundingmi? Menmi? Ko'rdingmi, sochimni qanaqa tekis qildim? Senga ko'proq gafri yarashadi. Gafli? Eng muhimi, bitta chiziqda yurish kerak. Endi sen. Oyi, bularning ustimdan kulyaptimi? Hey, nima qilyapsizlar? Voy, oyi o'zingiz aytdingiz-ku, bilgan narsalarni o'rgatinglar deb. Nimani bilsang, hammasini o'rgatyapmiz. Men qizlarning narsasini o'rgatinglar deganim yo'q. Masalan, men uy ishini aytdim. U ishlari bo'ldi. Jakob egil bormaysan, sekin-sekin, changitmasdan. Keyin ozgina nozam qo'shaman, ha? Bemaza ovqat qilsang hech kimga yoqmaysan, shuning uchun yaxshilab borgan. Kimga yoqishim kerak? Chokim ko'ryapsanmi, qanaqa tekis chiqdi. Sen ham mana shunaqa tekis qilib tikkan. Hey, bu sanlarga qiz bolami? O'g'il bola narsasini o'rgatmaysanlar. Ey, bu yoqqa chiq. Yaxshilab kuzat va o'rgan. Ha, qizlar tanishsak bo'ladimi? Toshingizni tering. Nos qilmanglar. Endi sen davay. Xo'p. Qizlar, bir minutga mumkinmi? Ha? Babnik, men seni sinab ko'rdim. Voy, yomon qattiq. Voy, uzr.